Assalomu alaykum, hurmatli mashina bozori obunachilar, hurmatli g'ildirakdoshlar. Bugun Xudo xolasa 12-may navbatdagi Spark'imizni chiqarib o'tamiz. Obunachilar, kichkina obzorni olib o'tib kim ma'qul bo'lsa, bemalol xarid qilsa bo'ladi. Qaranglar, Spark'imiz 2011-yil 4 dona 15lik bol bo'libdi. Mashina zavoddan ichib chiqqanimiz shunday holati toza, kraskasi toza. 105 ming probeg. Paket metallar qo'yildi. 2024-yil metan qo'yildi obunachilar. Mashinamizning probegi 105 ming. Birinchi pozitsiya birlik motor obunachilar. Birlik motor. Mashina holati zo'r. Ichi idealniy holatda o'tdi, robnoy holatda o'tdi. Obshivkalari kirchilmagan, boshqa etmagan. Mana. Chexollari o'ziniki. Shu mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, birlik motor. Texnik holati yo'q, obunachilar hammasi soz, motor kulishlaymagan, ходовойлari chotki. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa, bemalol baraka qilsa bo'ladi. Mashinamiz 2011-yil birlik motor, 105 ming probeg, toza paket metallari bilan obunachilar. Kraskalari top-toza. Xo'p, bunga keladigan bo'lsak, narxiga keladigan bo'lsak 58 million so'm. Xolasazlar. Через banket pasazlarim bo'ladi. 15 million so'm bilan oldindan o'tirsangiz bo'ladi xolasazlar. Dogovor ham gaplashamiz Xorazm auditoriya. Dogovor degan narsasi oldindan bir 15 million, 10 million yoki 20 million pulingizga qarab, oylik to'lovini chiqarib beraman. Chala voqea kerak bo'lsa, shu vaqtgacha gaplashamiz. 1 yil, 2 yil, 3 yil uzaki. Xorazm auditoriya beraman dogovor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastda telefon raqamlarimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib bog'lanib, baraka qilsa bo'ladi. Barchamizga kamida shunday mashinalar nasib etsin obunachilar. Jallan sog' bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishaylik, ishingiz rivojlanib bo'lsin, kisalaringiz puldan to'lib yuraversin obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kuzatib boshqa davom etinglar.